Assalomu alaykum. Chilonzor 24-kvartal 2-domdan bitta xonadonimiz sotuvga chiqdi. 2 xona Yevroremont avtoriskiy proyektda mebel texnikasi bilan qoladi. Ko'rsanglar 5 etajli domni 4-qavatida reshotkalar qilib qo'yilgan. Shunday yo'lning yuzidagi dom Sherin Chorraha desanglar, ko'pchilik biladi. Lokatsiyasi ham juda qulay. Farxatskiy bozoriga ham, misol uchun Abu Sahiga ham, hamma joyga qulay, metrolarga ham qulay. Bu joyda parkovkadan ham muammo yo'q. Bolalar plashatkasi, o'yingohlari ham bor. Bozor, hamma narsalar qulay lokatsiyada. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, uyda obzorni qilib, oxirida narxlar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Biz xonadonimizga kirib oldik. Kirishimizda shunaqa eshiklar qilib qo'yilgan, chiroyli qilib. Bu tarafda gullar qilib qo'yilgan, chiroyli dekor qilib gullar qilib qo'yilgan. Bu oshxonaga ketadigan yo'l. Bu yerda sanuzullarimiz bor. Sanuzullar alohida joylashtirilgan. Ko'rishinglar kafellar qilib chiroyli qilib qo'yilgan. Shkaflar qo'yib, oynalari bilan hamma narsalari bor. Bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu yoq zal. Zalni ko'rishinglar mumkin, juda ham katta, shinamgina mebellari bilan turibdi. Dekorlar qilib qo'yilgan. Televizorga bemalol ametda o'tirib televizor tomosha qilsanglar bo'ladi. Bu xonasi ota-onalar uchun yotoqxona. Yotoqxonada hamma sharoitlar bor. Shkaf, spalni hamma yog'i bor. Uyimiz skvoznoy. Ikki tarafda ham oynasi bor, ikki tarafga qaragan. 2/6 balkonlik, balkonga ham chiroyli qilib foydalanib qo'yilgan. Pensionerlar qilib qo'yilgan. Bu yerga ham shkaf qo'ygan. Ovqatlanish uchun anaqa stol qilib qo'yilgan. Oshxona mebelini ko'rishingiz mumkin, yaxshilikdan qilib qo'yilgan. Xolodilniklari ham yangi. Uyimizda 4-etajligi uchun reshotkalar qilib qo'yilgan. Tashqari atmosferasini ko'rsatib o'taman. Parkovkalar ham bemalol. Mashinalaringiz bo'lsa bemalol qo'ysanglar bo'ladi. Bu taraf aytganimda oshxonaning davomi. Oshxonasi ham juda keng, shinam holda. Bu g'ishli dom hisoblanadi. 5 etajli Belarusga planirovka. Agar planirovka yaxshi tushunsanglar, juda qulay uy degani. Uyimizda ipotekaga chiqmaydi. Faqat naqdga sotiladi. Yevroremont avtoriskiy proyektda qilib qo'yilgan mebel texnikalari ham qoladi. Pastdan nomerlar qoldiraman, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 72 ming AQSh dollar deb belgiladik. Pastdagi nomerlarga telefon qilib bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin.